Aka, eng zo'ri shu mashinangizda. Bo'ladigani shu narxmi? Shunaqa. Bo'ldi, baraka olamiz. Xudo xolisa duo qilib haydashadi. Kimga olsan o'zi? Aka, bundan zo'ri bo'lmasa mana shuni o'rab bera qoling. Albatta aka, eng zo'ri shu. Mana shuni olasiz. Kimga o'zi bu? Keyin aytaman. Aka, bundan ham yaxshiroq yo'qmidi? Aka, xohlasangiz puli ko'tarsa, undan ham zo'ri bor, aka, mana. Svejisi. O'shani bera qoling, aka. Vau, mashina olov bo'libdi. Nima-nimalar qildinglar? Polirovka keramika eng zo'ri bo'ldi. Tonirovkalarni ham eng zo'rini qilib qo'yganmiz. Xuddi o'zingiz aytganingizdek bo'ldi. Rahmat aka, xudo xolasa duo qilishadi. Aka, bundan ham chiroyliroq nomeringiz yo'qmidi? Aka, Telegramda 6 raqamli 4 kanalimiz bor. Shundan ko'ra yangi spiskga tashladik. 6 raqamlar, 6 raqamli 4 127 ming podpishchik bor, adashib qolmang. Ha, mana chiqdi mana. Mana birinchida turgan 4 ni bering, aka, format qilib. Menga qara, kimga olsan buni o'zi? Yo'q, ayni. Ana telefon olayotganda kimga olsan dedim, mashina olsam kimga olsan? Aytdim, shoshmay turib aytaman. Nomeri ham onamga olaman, hammasini onamga olaman. Voy, tomponing joyida emasmi sani? Mani onam bitta telefon 11 yildan beri tutadi. Nomerini ham tushunmaydi, 38-40 midi. Bundarog'idan olsang ham bo'ladi-yu. Og'ayni, o'limi bilan talashib bizani tuqqan, shunchaki voyaga yetkazgan, otasi katta qilgan onamga qilmasam kimga qilaman? Onam loyiq emasmi eng zo'riga? Bundan ham zo'riga loyiq. Bundan ham zo'r nomer olib berardim, bundan zo'r bo'lganda. O'lgandan keyin qilgan nima foydasi bor? Tuya so'yib, ehson qilganimni. Tirikligida qilaydimi? Aka, qilib bering mana shu nomerni. Onajon. Ona, duo qiling. Mana sizga mashina oldim. Sizga telefon nomerlar oldim. Singlim, bugundan boshlab sen ishlamaysan. Ukajon, bugundan boshlab onamga mashinada olib berasan. Sizchi siz orzu qildingizmi? Siz ham shu niyatlarga yeting. Agar shunaqa niyat qilgan bo'lsangiz, yurakchani bitta qizartirib qo'ying. Rahmat.